Vaziyatdan xabardor 4 kishining bildirishicha, Tramp hukumatining Xitoyga bo'lgan besimining davomli kuchayishiga ergishib, Amerika doiralari Tayvanga suv minasi, charlig'uchi boshqarilgan bomba va uçquchsiz aeroplan qatorliq 7 xil turdagi cho'ng qurol sistemasini setib bermoqchi bo'lgan. Amerikaning bir qatimda 7 xil qurolni Tayvanga setishi uzun yillik ahdnomani buzadigan oz uchraydigan qilmish. Ilgari Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' setishi hamisha tarqoq bo'lib, as-soydili planlanib, Xitoy hukumati bilan bo'lgan jiddiylikni eng tuvanchaga tushiradi. 2020-yilda Tramp hukumatining Xitoyga tutgan pozitsiyasi keskinlashib, u qatim qurol-yarog' setish necha 10 yildan buyangi Xitoy-Amerika munosabatidagi eng tuvan nuqtaga yetgan. Shuning bilan bir vaqtda Tsai Ing-wen bu yil yanvar oyida muvaffaqiyatli holda prezidentlikka qayta saylanib, Tayvanning mudofaa qismlarini kuchaytirishni muhim vazifa qilgandan keyin Tayvanning qurol-yarog' setib olishni texnik kuchaytgan va tezlashtirgan.